Ishona xohishmanda bo'lganda mana shu kitobni men sizni boshingiz ustida turib o'qishga majbur qilardim. Men bu kitobni bayon qilishimdan oldin yangi kitob nashriyotga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ishoning, bu kitobni shunaqangi tilda, shunaqangi mohirona tarzda bu kitob o'zbek tiliga tarjima qilingan va bundan oldingi birinchi qismidan ham o'zbek tiliga tarjima qilingan. Ishoning, tarjima qilinayotgan paytda yangi kitob nashriyotida oddiy odam tarjima qilmasligini va muharrirlar va ma'lum bir xodimlar oddiy odam emasligini men shunaqangi his qildim va o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Endi kitobga keladigan bo'lsak, Mario Puzo tomonidan yozilgan Cho'qintirgan ota yoki Mafiya sardori kitobining ikkinchi qismi, ya'ni Sitsiliyalik va Cho'qintirgan ota kitobi haqida gaplashamiz. Bu kitob ishoning shunaqangi o'ziga meni rom etdiki, 2021-yildan beri kitob o'qiydigan bo'lsam, men hech qaysi kitobni tugab qolmasin deb kuniga bir betdan o'qimaganman, lekin mana shu kitobni xuddi shunaqa tarzda o'qidim. Bu kitob o'qiganingizdan keyin shu narsani tushunasizki, yaxshilik doim yaxshilik bilan tugamaydi. Hayotda doim istisno bo'lishini va bundan keyin ham biz o'lib ketsak ham bunaqa holat yuz berishini bilasizlar. Birinchi kitobda bilasizlar, ya'ni bilasizlar, Don Corleone qanaqangi bitta oddiy qishloqdan chiqib buyuk bitta Amerikada qanaqangi o'zini mafiyaligini, u o'zini sardorligini ko'rsatadi va bu haqida kinosi ham bor. Buni juda yaxshi bilasizlar, shon shuhratini. Bu kitobda ham xuddi shunaqa voqealar yuz beradi, lekin undan ancha sezgir, ancha zeriktirmaydigan darajada yozilgan va bu boshqa shaxsni xuddi shu tarzda qanaqa qilib ko'tarilishini va xalq oldiga qanaqa qilib tez o'zini ko'rsatishini bilib olasizlar. Ishoning, siz bu kitob o'qiganingizdan keyin doim yaxshilik qilishi, yomonlik kelishini bilasizlar, lekin doim yaxshilik qilish kerakligini tushunib olasizlar va mana singari hozir ham kitob ta'sirida doim yotasizlar. Ishoning, siz bu kitob o'qishingiz shart, chunki bu kitob shunaqangi kitobki, o'ziga shunday bog'lab oladi, siz chiqib keta olmaysiz. Qo'pol qilib aytganda, kitob ichida shunday ikkita qo'l chiqadi, sizni mahkam o'ziga tortib ketadi. Shunaqangi ta'siri katta kitob. Agar fantastik janr va detektiv janrda doim kitob o'qiydigan bo'lsangiz, siz bu kitobni agar o'sha janrda turib bu kitob o'qimagan bo'lsangiz, o'zingizni nimadir qilib jazolab olavering.